Assalomu alaykum. Bugun siz bilan boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari axborotni mustahkamlash, uni qayta ishlash va axborot almashish bilan ta'minlaydigan texnologiyalar to'plamidir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sanoat, qishloq xo'jaligi, qurilish kabi zamonaviy tarmoqlar taraqqiyotida ilm-fan va texnikani rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quv natijalariga erishish uchun talaba va o'qituvchi o'rtasida eng maqbul o'zaro munosabatlarni tashkil etishga imkon beradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari masofaviy o'qitish sharoitida o'quv kursini axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga aylantirish uchun o'qituvchi fan sohasi haqida tushunchaga ega bo'lishi lozim. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ikki qismga bo'linadi. Birinchisi mobil texnologiyalar, uyali aloqa uchun ishlatiladigan texnologiyalardir. So'nggi bir necha yil ichida mobil texnologiyalar jadal rivojlandi. Mobil texnologiyalar 1980-yilning boshida 1G g'ishtli telefonlar orqali faqat ovoz aloqa sifatida taqdim etildi. Keyinchalik 1991-yilda 2G'ning rivojlanishi taqdim etildi. 1992-yil 3G video qo'ng'iroqlar va internetga kirish joriy qilingan. 2008-yil 4G o'yin xizmatlari ishlab chiqilgan va 2019-yil 5G ishlab chiqilgan. Kompyuter texnologiyalari bu kompyuter tizimlari, dasturiy ta'minot, dasturlash tillari, ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlashni o'z ichiga olgan tegishli sohalar to'plami. Kompyuter texnologiyalari zamonaviy ma'noda axborot texnologiyasi atamasi birinchi marotaba 1958-yilda chop etilgan. E'tiboringiz uchun tashakkur.